Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan musiqa to'g'ragi darsini umumiy o'zbek xalq kuylaridan, o'zbek cholg'ularidan umumlashgan holatda, ya'ni ansambl holatda birgalikda ijro qilamiz. Tayyormisizlar? Qani aziz o'quvchilar, hozir jamoaviyda ajoyib kuyni ijro qilamiz. Nomi nima edi? Qarnavo. Albatta, Qarnavo juda ham chiroyli kuy. Hozir sizlar bilan birgalikda shu kuyni ijro etamiz. Qani ikkinchi holatga. Keyingi uyga vazifa darslarimiz mana shu qo'shiqlarni, kuylarni yana mukammal tarzda yod olishingizni so'rab qolaman. Bo'lmasa barchangizga xayr, salomat. Bugungi doira darsimizda asosan o'rganadigan usulimiz Buxoro usuli bo'ladi. Buxoro usullari. Avvalambor doira chalganimizda bu sizlarga har dars qayta-qayta aytayapman. Ba'zilaring o'rgandinglar, ba'zilarda kamchilik bor. Doira ushlaganimizda doira o'zimiz yuzimizni to'smasin. O'zimizdan chapda. Tushunarlimi? To'sib qo'ymaymiz, osilib olmaymiz, qiyshiq chalmaymiz. Ushlaganimiz mana o'zimizdan chapda, yuzimiz ochiq holatda. Hozir birgalikda chalamiz. Marhamat. Xo'p, bolalar, mana bu birinchi holatda turibmiz. Hozir men sizlarga chalib ko'rsataman, keyin birgalikda chalamiz. Tushunarlimi? Buxoro usuli. Endi birgalikda chalamiz. Tushunarlimi? Ket. Молодец, zo'r. Salom qizlar, poklon. Endi raqsdan oldin har doimgidek razminkamizni boshlab olamiz. O'ng oldinga 1 2 tepaga ochdik, yopdik yana 1 2 3 4 1 2 3 4. Qizlar hozir doira raqsi. Hozir uni chiroyli qilib oyoq uchida adashmasdan tabassum bilan o'ynaymiz, xo'pmi? Ketdik. Bir xil. Oyoq uchida. Bir, ikki. Ochamiz Farzona qo'lni. Qo'lni ochamiz. Aylandim. Tochka. 1 2 aylandim. Tushunarli? Yaxshi. Bugungi dars uchun hammalarga rahmat qizlar. Poklon. 1 Hammaga javob. Bo'pti, yaxshi dam olinglar.
Good afternoon, everyone. Welcome to our swimming session. I'm your coach. Today we are going to practice swimming skills and have fun in the water. We will start with simple exercise. Now we are ready to enter the pool. Go! And down. Great work today, everyone. You did an excellent job during practice. Remember, regular training helps you become more stronger and confident swimmers. Thank you for your hard work and attention. See you at the next session. Have a great day. You can leave the pool carefully one by one. Xo'p, bolalar, bugun darsimizda biz mana shu robotni ishlash mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bu robotda unikalность tarafi nima desangda, bilamiz, mana bu biz hozir sizlar bilan Legoni o'rganyapmiz. Legodan keyin mana bu Arduino case'larga o'tamiz, Arduino kitlarga. Buni bir sizlarga ekranda videosini ko'rsatgan robot bo'ladi shu. Bu nima qiladi? Bu robot mana shu dumaloq valve sifatida bo'ladi. Bilamiz, ballon nimagadir ballon aylanishi shu. Nimagadir mahkamlangan bo'lganda aylanadi, to'g'rimi? Endi bizda bu narsa uchun u narsa shart emas. Shunda nima qilingan? Ichida mexanizm qilingan, uni joyida ochib ko'rsatsak, ichida mexanizm qilingan. Shu mexanizm buni yiqilib tushmasdan, turgan joyida harakatlanish imkonini beradi. Nima qanaqa desangiz, mana bu og'irligi pastga tushadi. Og'irligi pastga tushishiga hech qanday yiqilmasdan yuraveradi. Qarang, shunda mana ikkita narsa, bu bitta ballon emas, ichida ikkita mexanizm ishlaydi. Qarang, bu robotda buni ham esingizda bo'lsa anaqasini ko'rsatganmiz videosida. O'sha bu narsa shu kamerasi, qo'shimcha kamerasi. Bu yoqda qarasanglar bu tomonda kamera bor. Adashmasam bu tomonda ham kamera bor. Вот. И plus oldida ham yana bitta kamera bor. Bu yerda освещениеga narsalar qo'yib qo'ygan. Kamerada kechasi ham ishlayveradi. Ular уже sizlar hozir nimalarni o'rganyapsizlar? Lego Spike'larda hamma narsalarni o'rganyapsizlar. Bu Arduino o'rgatishga moslangan narsa. Bunisi manipulyator, bilamiz? Mana qaranglar, mana bu robotda qo'l qismi bor, manipulyator qismi. To'g'rimi? Bu robot yurib, qimirlab qiladi. Bunda shu robotda ustidagi manipulyatorni qanaqa boshqarishni o'rganasizlar. Birinchi buni o'rganib olib turib, keyin bunaqa robotlarga o'zini qilishga o'tasizlar. O'rganishga o'tasizlar. Ko'taradida, yuzi boshqa tarafga uni olib turib, sekin qo'yadigan joyga o'rnatadi. Tushungan? Boshqa narsani agar nima qilsangiz ham yasab, qilsanglar bo'ladi.